yurtimizda chiqqanlarni birinchi biz arzonlashtirishimiz kerak. Ularni reklama qilishimiz kerak. Xalqqa joyish kerak. Bu haqida maqolalar, estilar, she'r yozish kerak. Shulxonimizda dunyo taniydi. Nima ishlamaymiz? Qoyilmaqom asarlar dunyo taniydi. Hamma sevadi. Nima ishlamaymiz biz? Men shu kuyni chim gapiryapman. Bu to'g'ri gapirmayin. Bu gapda to'xtamiz. Endi mana shu xalqaro yig'ilgan birodarlarimiz hammasi yoshi o'rta, yoshlar ham bor, kechlar ham bor. Bu kishilarga masalan mana Choraki Mamanazarov, bu hojibolar, masalan bu polkovnik do'stimiz, bu eshitmaganlarni bir yaxshi taniyman. Men ham 81da bo'ldim. Shu to'xtamay jotlatibman. Endi o'zim haqimda ikki oz gapiray. 81da bo'ldim men. 25 yoshda tashlab ketganman. Buni Anor biladi, Sherzodlar biladi, ko'plab bilmagan. Men kolxozda ishlaganman. 40 yil tayyorlab ketdim. Bo'lim boshliq, fermer, bo'lim boshliq, rais, patron, bo'lim, oxirdagi mahalla, o'ndagi fermer bo'lib 65 yoshimda yozib boshlaganman. 40 yozmaganman. Lekin o'qiganman. Hamisha bazasi kutagan. Uyimda 12 ming yangi kitobim bor. 2 tomda. Bu yerda kim ko'rgan bor, ko'plar ko'rmagan. Mana ketib qoldi, uni biladi. Ona opa nima deydi? Qolgan bilardi, ular bormagan. Kitobni shaharga qo'yibman. Maqsadxon. Albatta men kitob o'qiyman. Maqsadim o'qish o'rganish. Endi 65 ta bu yo'l hayotimda ijoza boshlaganman. 20 kitob chiqqan. 17 ta chiqqan. Hozir nashriyatda 2-3 bor. 15-20 yaqin azmanada qatnashgan almanaklarda. 5 bet, 10 bet bilan mana bu yerda borman. O'zi ham borman. Demak, hamma narsa insonning o'ziga bog'liq. Harakat qilish kerak, urilish kerak. Biz boshladingizmi? Yo bir shunga qo'lay opsin qo'ymang. Qo'l kuch yetmasa tishlang. Shu tepaga chiqib turmash. Men ta'sir qilmoqchiman o'sha narsa. Bu ijod, she'riyat hammasi tuyg'ular to'yoni. Yuragingizda kelgan tuyg'ularni tuyon qiladi. Bir bola qilib, bir bola joyib qo'ymay yop. Keyin ovqat tushirasiz. Ovqat tushirgan bir shu nafas olasiz. Bilasizlarmi shuni? Yoz bo'lgandan keyin bir dam olasizdan mazza qilib bir bunday bo'lasiz. Ana shuni qadrlash kerak. Men ijodning tub tomonidan aytyapman. Qadrlash kerak, bilish kerak. Xo'sh, nima gap qoldi endi? Hozir ko'paytirmayman. Yana mana bugungi bizning shukurga qarang, tabiatga qarang, bir ajoyib salqin, issiq emas, sovuq emas, ko'klamzor, gullayotgan daraxtlar. Bu ham bizga ruhiyat bag'ishlayapti. Xo'pmi? Endi qarang, men hozir katta gapirib, kuzamchi deb shuni 4 tasini olib kelganman. Shu kitobni Ariyamni kim bir rahbarlar berdi? Ariyam rahbarlari topshiraman shuni. Xo'sh. Ushlab turasiz dedi mana. Tushuninglar. Ariyamga bu. Mana bu kitoblarni men Ariyamga topshirdim. Bu Ariyam kutubxonada boshlaydi. Kitobxondan olib o'qish kerak. Bunda yaxshi gaplar bor. Men faqat Surxonda hayot yozganman. Boya tuğlar tuyan tushirganman. Siz ham tug'yam o'qiysiz. Abimman. She'riyat bor, proza ham bor. Men Nosirda ham yozganman, Nazimda ham. Tahlil qilaman. Yaqinda tarixim chiqqan mana Jo'rabiddin Akbarman. Undan katta gaplar aytib yozilgan. Shuning uchun sizlarga hammangizga ijodda omad, yutuq yor bo'lsin. Tashlamang ijodni. Ishdan qabr bilim degan-ku, ijoddan 5dan qabrgacha. Ijod ham 5dan qabrgacha. Shuni tan olish kerak, o'qish kerak. Yani bir yerde mana bizim ulug' ustozimiz bilan yoshimiz ham Azbo'sh akani ko'p gaplar gapirdi. Bu kishini yaxshi taniyman. Menda kitoblari bor. O'qib turaman. Ajoyib bir xokisor, ajoyib inson ishon bor. Sizga bir rahmat. Siz bilan ko'p gapirganmiz Toshkentda ham. Shunda chamiz ustozlar bilan yoshlardan. Men qil yozmaganman. Mo'jizaman deymiz, shu bilib qo'yinglar. Yozmaganman, faqat o'qiganman. Hammangiz uyingizda kitobxona bo'lsin. Mo'jazgina 5 ming, 1 ming, 5 ta, 100 ta, 1000 ta bo'lishi kerak.
Men shu narsalarni bergan manavga ham, telefonga berganman. Rolik qilamiz. Bor butun namoyish chiqadi. Shuning uchun xo'sh, so'zimning oxirida o'zi ko'p gapirman dedim, ko'p gapirib shekilli, ko'p gapirmadim-da. İşleringizga, hammangizga omad yor bo'lsin. Ijodda, yozishda, sizcha charchamangizlar. Hamkor, hampiy bo'lish kerak. Mana shunday tadbirlarga, yig'ilishlarga albatta qatnashish kerak. Men har tadbirga boraman. Tirik turgan bo'lsam qatnashaman. Shundan bir ma'lum bo'lsa, o'zim ma'naviy oziq olaman. Tekshirsanamda. Borib o'ylayman, nima bo'ldi? Gaplarni istayman, gaplarni istayman. Qayoqaman, yozaman, chizaman. Telefonga tushib olganman, mana shunday bo'lgan. Shuning uchun sizga hammangizga omad, yor bo'lsin, ijodiy baraka tilayman. Endi bir she'r o'qib beraylik oxirida. Shu Hafız bazı she'rlarim. Mayda chiqaman, katta qo'ymayman. Hamma ishda kech qo'yman men. Kabutra tabassumi. O'tiribman torgina xona. Gir go'shamda g'urbatlar g'ujg'on. Tahdid qilar rosa qasdlashgan siqiga olibdi pinhon. Darchamizro shit sirlar, dilning etar siriq deraza. Bu nechhol xayol zanjiri shiqillaydi beun besaza. Nigohladim, tirildim jiddiy. Qo'ngan bir juft oppa kabutar, tabassumi oldi jurbishga bunchalatib qushladi raftor. Qushlar kabi istadim rag'bor, tili toza havo-yu ziqni, haqlatma makr mayrangbor, g'alamusu qitmir va shirkni. Kabutarlar sizga mingraqot, yo'lingizga qalin poyandoz, bu tashrifdan ruhim tozardi, rutubatdan chin bo'ldim xlos. Yana bitta o'qish mana she'rimni aytmasam xafa bo'lyapti. Bu jiddiy she'r. Yolqinlasa jumlai jahon. Menga ko'rkam bir dunyo kerak. Gul yashnab tursa manzillar. Chor taraf bo'lsa mohi pok, tushmasaydi baraz izlar. Hasad, nayrang asla bo'lmasa, erkin odam taysa bulbul, dayishliklar hayot yurmasa, sarv qamat esa farqi bolta ursa ko'rolmaslikka, ko'karmasa tomirlaridan, ega bo'lsak abad tenglikka, uncha osta zabirlaridan. Muhabbat vafodan o'ssa, biyofada tug'ilmasa hech, yaxshilikning yo'lini to'smasa, adolat va haqiqat bo'lsa hech. Gap sotmasa sasotda bozlar, shoytani nafs tilda bo'lmasa, adolatdan kabutar bozlar, haqiqatning oldin to'smasa. Yetishaylik adolat, bayram bo'lsin. Maqsadimizga ana shunday qadriyat, singib ketar aqidamizga. Odillikdan bo'lmasa yiroq, hukmdalar rahbari haqon, yurtlar ara porlaydi mayoq, yolqinlar jumlai jahon. Rahmat.